Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana ko'rishingiz mumkin 370 ga 870 razmerdagi do'konimiz tayyor bo'ldi. Mana ko'rbaho berasizlar. Tashqi dizayniga mana bunaqa необычный такой. Bu yoqdan asosiy kirish yo'lagi. Mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, lokatsiyamizga tushuntirib o'taman. Toshkent viloyati Ohangaron tumani. Mana bu Ohangaron ko'p tarmoqli poliklinikani yonginasiga mana shu ajoyib va idealniy chiqqan do'konimizni o'rnatib berdik. Ko'rishingiz mumkin, tashqi tomoni juda ham ideal bo'lib chiqdi. Xo'p, endi yon tomonlarini olamiz. Ko'rib boqaverasizlar. Bu yoqda ustalarimiz уже yakunlashdi. Xo'p, endi do'konimizni asosiy kirish yo'lidan kirib ko'ramiz. Mana bu do'konimizning ichki qismi akvalari ham juda ham mustahkam bo'lib chiqqan. Mana ko'rib boqaverasizlar. Juda ham mustahkam va idealniy bo'lib chiqdi do'konimizga. Patologimiz oq dekor va ikkita platformalarimiz bor. Devorlarimiz bir oltilik laminat, juda ham qalin material, ursangiz ham sinmaydi. Xo'p, polimiz 1.8lik indef. Juda ham mustahkam material, где-то bir 4-5 tonnani yukni bemalol ko'tara oladi. Mana ko'rib boqaverasizlar. Bu tomoni esa переворотки, bu yoqda esa ikkinchi chiqish kirish yo'lagi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu esa tuvalet bo'ladi. Svetini yoqamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu joy tuvalet, sanuzel, ya'ni mana halicha ustunof bo'lmagan. Ko'rib boqaverasizlar bizning ishimizga. Mana shunday. Xo'p, endi bu tomon kuxnya bo'ladi. Mijozimizning aytish bo'yicha bu kafe bo'lmoqda. Bu yerda stol stullarni qo'yish planida ko'zda tutilmoqda. Mana bu tomonda esa kuxnya. Mana kuxnyamizga mana shunday перегородкаlarni idealniy qilib 2 metr razmerda havoli aylanuvchi fortishkalarimiz ikki tomondan mana bunday idealniy chiqqan oshxonamiz. Mana bu yerda esa toklarimiz qo'yiladigan joylari. Bu yerda hozir stol qilib beramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana obyektimiz o'z nihoyasiga yetdi. Mana ichki qismi. Ichki ko'rinishiga alohida bir kommentariy yozib qolamiz va like bosamiz. Ko'rib boqaverasizlar o'zingiz. Do'konimiz juda ham uzun va keng bo'lib chiqdi. Juda ham chiroyli. Ko'rib boqaverasizlar. Xo'p. Kimga mana shunday xizmatlarimiz, mana shunday tayyor do'kon yoki-da navoiyxonami, mana bunday kafemi qilmoqchi bo'lsa, bizga murojaat qiling. Biz sizlarga qulay narxda va mustahkam qilib, ishga tushirishga tayyor qilib, mana shunday holda qilib tayyorlab beramiz. Mana ko'rib boqaverasizlar o'zlaringiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.